Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahar Sharqiy Shayxullo Ra'mildagi 4 qavatli panelli uyning 4-qavatdan 2 xonali Yevroremont 2 tomonlama proyektga ega uyimizni ko'rib o'tamiz. Ushbu uyimiz полностью yevro ta'mirlangan, pardalargacha ilingan. Qandillar ham qo'yilgan. Bu yerda siz yumshoq mebel qo'yishingiz mumkin. Tabingizga qarab. Eshiklarimiz taxtalik eshiklar, eshikdan kirish qismi. Bu yerda siz katta prixojiy yokida katta kupe shkaf qilishingiz ham mumkin. Ikkinchi xonamiz, bu yerni siz yotoqxona sifatida ishlatishingiz mumkin. Bu yerdan balkonga chiqishimiz ham mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Mana inverter konditsioneri qo'yilgan hamda qandillar. Endi esa sanusul xonamizni ko'rib o'tamiz. Sanusul xonamiz razdelyorni bo'lib, hojatxona, kafeltelgan, unitaz mavjud hamda yuvinish xonasi, polностью kafeltelgan, vanna qo'yilgan. Hamda bu yer oshxonamiz, oshxona qismi. Bu yerda siz o'tirib ovqatlanish uchun uголок yoki stol-stulcha qo'yishingiz mumkin. Hamda bu yerda gaz plitasi, vытяжка, kuxonniy mebel barchasi mavjud. Endi qaytadan manzilni eslatib o'taman. Manzilimiz Buxoro shahar Sharqiy Shayxullo Ra'mildagi 4 qavatli panelli uyning 4-qavatdan 60 kvadratga teng bo'lgan uyimiz, полностью yevro remont qilingan uyimiz sotuvga chiqyapti. Agar sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.